Sakadan olib uzib yeyish, iste'mol qilish boshqacha baxtir. Mana bular qaraydi. Yerdagi mahsulotlarimiz shu. Hammasi tayyor, xudo xolasa. Bozordan olib iste'mol qilgandan ko'ra o'zidagi rutingizni ekib olib yegan yaxshi deb o'ylayman. Bolgarskilarimiz. Ko'z temasdan katta-katta qopti. Ana jigarlar. Bu yoq qalampirlar. Bu yoqda pomidori. Pomidorlar ham yuzi qizarib qolyapti. Nari yoqda baqlajon bor. Hozir ularni ham ko'rsataman sizlarga. Mana bu baqlajonlarimiz. Xo'p, baqlajonlarimiz ham shu mevasi xo'p bu yerda terilib olibdi shu. Pasrog'ida bo'lishi kerak. Ular badrinlarimiz. Uzunlar ham katta bo'lib qolibdi, ko'z temasdan. Ko'ryapsizlarmi?